Er xotin murojaat qilishdi. Yosh er xotinlar. Farzandi bor. Muammo nimada? Bir-biri bilan chiqisha olmaydi. Yana bir nechta boshqa muammolari ham bor. U juda shaxsiy. O'shaning uchun aytmayman. Asosiy muammoni bilishmayapti o'zligi. Men maslahat berdim. Xo'p, ozgina eringiz bilan ishlang. Er xotini bilan yashayman, men o'zgardim deb turibdi. Jonimni beraman, bolam uchun, xotinim uchun deb turibdi. Lekin xotin o'zi ishonmay qo'ygan. Xotinda qanaqadir shubha bor, ichki. Ikkilanish bor. Men aytdim, singlim, shoshmanglar. Ozgina xo'jayiningiz bilan ishlang. Ishlash davomida ruhiyatini biling. Ichki muammolarni sezinglar, ikkalamiz ishlaylikda. Keyin bitta o'ylab ko'rasizlar yana bir. Keyin yigit bilan ishlashni boshladik. Bilasiz, nimalarni sezdim u yigitda. Yoshligidan qadrsiz bo'lib kelgan. Qadrlanmagan. Na ota-onasi tarafdan. Uyda ko'p urush janjal bo'lgan ota-onasi tarafdan. Sovuqqon bo'lishgan. U yerda baribir boshliq buvi bo'lgan, qaynona. O'shanaqa aurada o'sishgan. Eng qizig'i, bu bola juda kuchli ichidan empatiya degan tushuncha bor. Empatiyasi juda kuchli. Kimgadir yaxshilik qilsa, o'zi ichidan ham xursand bo'ladi. Va shunaqa darajadagi yetganki, bu hammaga yaxshilik qilgan. Buni qadriga yetadigan odamlar atrofida yo'q bo'lib qolgan. Yoshligida bo'lgan, u qadriga yetadigan odamlar bo'lgan. Uydagilar emas, eng qiziq. Atrofdagilar bo'lgan. Qo'shnisi bo'lgan. Ustozi bo'lgan, ishxonasidagi. Kimlardir bo'lgan. Lekin o'shalar yaxshi ko'rgan odamlari ketma-ket dunyodan ko'z yumgan. Unda nima bo'lgan? Qadrsizlik hissi kuchayib ketgan. Atrofdagilar uni qadrlamay qo'yishgan. Faqat potrебитель, oluvchi, faqat oluvchi. Otasi ham telefon qilsa faqatgina o'sha olish maqsadida. Ayoli ham. Endi onasini 100% demayman, onasida beruvchiligi ham bor. Ona o'zi charchagan hayotdan. Bunaqa ota bilan yashab charchagan. Atrofdagi hamma, ishxonasidan tortib hamma oluvchi. Uni beruvchiligini bilib qolishgan. Beruvchiligini bilib qolgan odamlar oluvchilar ko'payadi atrofda. Xuddi onu qo'porib ketganda pashsha qo'nadi-yu. Yoki asalga chivinlar yig'iladi-yu. Xuddi shunaqa. Pir qilishadi-yu keyin. Xuddi shunaqa bo'lib qolgan. Yigit bitta o'sha oilasidagi farzandiga bo'lgan muhabbati cheksizligi, farzandini ham unga oluvchi sifatida emas, beg'araz muhabbatini sezib qolgan. Uzilgisi kelmaydi farzand. Shuni hisobiga ayolini ham yaxshi ko'radi. Ichidagi dardlari to'lib ketib, o'sha kerakli vaqtda o'zini jilovlamasligi sababli xotini bilan urushib qolgan. Dardlarni kelib chiqsa, ketma-ket uni qadrlagan insonlar dunyodan ko'z yumganligi va o'zini qadrsiz his qilganligi. Bori ham ketib qo'yapti, uzoqlashib ketyapti undan. O'sha azob berishni boshladi. Yigitga men qoyil qolgan joyi mas'uliyati bor. Mas'uliyatni sezadi. Mas'uliyatni sezgan holda men bilan ishlashni boshladi. Yordam berdingmi yigitga? Yordam berdim. Xudoga shukr. Oila saqlanib qolib, hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Salom tilayman.